Yedi. Nima kuchlimi yo'qacha? Dada o'ylantirasizmi yo'qmi? Normallik qilib olsang o'ylantiraman-da. O'ylantirmasangiz men nimam? Kesaman, o'g'lingizdan ayrilasiz keyin. Yedi. Nimani kesasan? Chakalak tomirimni kesam. Bacham sen o'zingni bosib ol. Och qolgan kuchiga o'xshab unaqa yopishma. Tushundingmi? Qaytib ko'rmaylik. O'ylanish o'zining ham vaqti bor. O'zim sengina aravachani olib kelib kirpich toshimiz. Hamsa? Ha! Keling, yaxshimisiz, tinchmisiz? Qo'rman keling. Nimalar shishibdimi? Tushunmadim. Nima tushibdi? Nima boku? Nimaga olaman do'st? Hozir chopaman. Nimalar yuriysan? Nimami? Tilingga. Nima shan ekan? Ana uxlaganda shishadi-ku. Ko'z. Ha, ko'z desang bo'lmaymi? Tuzgaysang bo'ladi-ku shuni. Nimaga kelanting? G'altaga kelantik, kirpich tosh o'tirgandik. Qanchada ketirasan? 1 soatda olib kelamiz. Hayda. Qo'yamiz kirpich toshimiz bor. To'g'rimi? Menga qarag'an, buqang sotilolmish deb eshitdim. Ha, sotilyapti. Buqang menga sot. Qancha berasan? 3 million beraman. 3 millionni buqam nimasini beraman? Nimasi? Tappisini. Ha, shu. Hay odamlardan eshitdim, sotilyapti arzon deb aytdilar. Hay, odam aytdi arzon deb. Ana xususidan eshitdim. Hussi? Hussi ham nima yeyapti? Sen ham nima yeyapsan, haymi? Buqa sotilmaydi, yurib ket. Barchaga salom do'stlar. Bo'sh vaqtingizda istalgan turdagi kino va multfilmlaringizni osongina tomosha qilishni va bepulga yuklab olishni xohlaysizmi? Unda bizning Telegramdagi Vura Film Bot Telegram botimizga tashrif buyuring. Va bu yerda o'zingizga yoqadigan yo'nalishdagi kino va multfilmlaringizni topishingiz mumkin bo'ladi va hozirda botimizda 1000 dan ortiq kino va multfilmlar mavjud. Va ushbu botimizning eng asosiy funksiyalaridan biri hozirda botimizda hech qanday majburiy yopiqlar va reklamalar mavjud emas. Botimizni topish uchun esa Telegramdan Vura Film Bot deb qidirishning o'zi kifoya. Va sizlarga qulayroq bo'lishi uchun biz ushbu videoning kommentariyasiga Telegram botimizning manzilini qoldiramiz. Ana shu orqali bemalol kirib olishingiz mumkin bo'ladi. O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Almasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daramni yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketdi, yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, darsdan qo'shganmiz, suv ushmasmikin? Karis! O'zingni bos. Karis mana! Chinchi puta, karismisiz? Oy, qardosh, men qozoqman, qo'y. Nima maqsadda kredit olasiz? 20-da Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Ne idiminchimi-yo? O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karislarimga til tekkizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsam ekan, Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Toshini shoshigin-yo. So'qdi. So'kmadi. Buyoqga nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadim. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. 오빤 강남스타일. Bu kim nima ko'zi qisiq? Bular Xitoydan kelgan biznesmen. Bor pulimni olib keldim. Biznesmen bo'lib ketishim kerak, tushundingizmi? Aldamaydim ish qilib. Bular aytayapti, otangga ishonmasang ham Xitoyliga ishon deyapti. Tovarga pul tiksiz, kelgandan keyin 2 barobar foyda qilasiz deyapti. Malades, zo'r odam ekan. Aldagan 3 ta harf lekin. Tintuwa aldagan 3 ta harf. Hojing yo'q, kut. Nima dedi? Ha, bular aytayapti, tovari ko't deyapti. Ha, kutamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Asinasina, chiyoto. Nima dedingiz deyapti? Bilmayman, senga o'xshab gapirdim-da, tushunam dedim. Ko'zini qisqanini qara buni. Tovar keldi. Assalomu alaykum. Namuncha 1 yildan beri kutaman aka. Yo'lda muammo bo'ldi, tamoshini bilasiz-ku. Ha, keldimi tovar? Tovarlarni olib keldim. Bir oling. Nima bu?
Siz aka sizga tovarlar emas. 20 ming dollarga shu keldimi? Shunaqa qimmat. Bu nima bu? Bu massajnik-ku, o'zingiz boshingizga mana Bo'ldi. Bu nima bu? spetkaningizda shamollatadi. Men shunaqasini aytganmidim. Bu barqi bu. Bu Xitoyniki. Bu nima bu tapichka? Bu dushga kirganingizda kerak bo'ladi, damashning tapichka. Men kimga sotaman buni kirgi bu? Kinayimga berasiz. Kiyilgan-ku bu, maladoy. Kiyilgan-ku bu. Bu nima bu? Ya buni Stanok anaqaga olishga. qani buni olusi yo'qmi? Olib kelib beraman, olib kelib beraman. Bu nima bu? Olyashashim shumi? Kimga sotaman buni? Bu nima bu? Bu nima bu? Kiyilgan-ku, kiyilgan-ku. Nima qilding pulimni? Sifatli narsalar olib kelganman, bari Xitoydan keldi bularni. Xitoylik qani? Xitoylik Koreya, Xitoyda. Olversashimlar, unisex shortular. Shorti nech pul? 4000 dollar. 4000 dollar. Nima? Va to'xtama, Xitoyda 20000 dollarga olganman. Oh. Ha, qo'shni musor sotib o'tiribsizmi? Qanaqa musor? Men Xitoyda 20000 dollarga tovar zakaz qildim. 20000 dollarga musor zakaz qildingizmi? Sanga nima? Qo'shni, shuncha pulingiz bor ekan, menga bir og'iz aytmaysizmi? Men siz dengiz konsaltingga olib borardim. Ular nima qiladi? Dengizga olib boradimi? Yo'q, ular sizga Xitoyga biznes tur qilib berishadi. O'z Xitoyga borib, kerakli tovarlarni zavod, fabrikalardan eng arzon narxlarda olib, ishonchli odamlarga jo'natib yuborardingiz. Ammo Xitoyda qanday yashayman? Hech kimim yo'q-ku. Siz unisidan xavotir olmang. Buning ichida mehmonxona xizmati, transfer xizmati, gid xizmati, sug'urtasi ham bor. Kerak bo'lsa, sizni biznesingizni rivoji uchun biznes trening ham o'tib berishadi. Mashhurlar bilan ishlab kam bo'lmadi, mana mashina, uy-joy hammasini qilib oldim. Ha, jo'rajon, keladi-da ishda qayerga ham boradi. Xitoy bizaniki, nima qiladi o'zi? Hozir bilmayman. Nima qiladi dedi? Mana 3 ta harfni qara. 3 ta harfni qara. Ha, sen Xitoylik eding-ku, ko'zing qisiq-ku, nima qanday ochildi bu? O'zbekistonga kelib ko'zi ochildi lekin. Yo'q, shunaqa bo'ldimi? Endi men bilan yursin-da akasi. Qayerga? Boshqa qirralarni ham ochib kelaman hozir.